Bunu yaşayanlar bizden degan turmushga kelganlar bizning suhbatimizdan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugungi suhbatning temasi kirib to'g'ninglardek dunyoning ne'mat yuzi degan temada bo'ladi. Oldingi suhbatda dunyoning ilmiy yuzi, ne'mat yuzi va imtihon yuzi deb 3 yuzi borligini aytib o'tgan edik. Dunyoning ilmiy yuzi oldingi suhbatda biroz tushuntirilgandi. Bugun suhbatning temasi dunyoning ne'mat yuzi haqida bo'ladi inshaalloh. Dunyoning ne'mat yuzi deganimizda endi bu dunyodagi butun ne'matlarning Allohning insonlarga bo'lgan sevgisining mevalari ekanligini insonga his qildirish orqali insonning Allohni suyishiga yordamchi bo'ladi. Dunyoning ne'mat yuzini tushuntirishning maqsadi dunyoning ne'mat yuzini tushunsak, bu ne'matlar bizning Allohni suyishimizga vasila bo'ladi, yordamchi bo'ladi. Va Allohni so'ydirish orqali insonning shokir va vafodor bir musulmon bo'lishini nishon qiladi. Bu dunyoga Allohning insonni ivatishdagi maqsadi inson shokirmi, kofirmi? Imma shakiran va imma kafura. Mushuni hujjatli filmga aylantirish uchun Alloh ivatdi bizni bu yerga. Bo'lmasa Alloh biladi hammani. Şu şakirlik tarafimizni, ya'ni vafodorlik tarafimizni o'zimizga isbotlab berish uchun yoki vafosiz tarafimizni isbotlab berish uchun Alloh bizni bu dunyoga shunday ivatgan. Shu dunyoning shu ne'mat yuzi bizning shu ikki tarafimizni isbotlashga yaraydi. Haqiqat va amaliyat shudurki, biz bu dunyo hayotida Allohning ne'mat dengizida yashaymiz. Üzüp yaşayımız. Yaratgan igimiz Allah her tarafimizni nimetler bilen tolduğu. Allah'ın insanga bergen nimetlerini sanap tugutish mumkin emas. Allah Teala bu vaqtda Qur'oni Karimda shunday deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumu va in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Bu Sure İbrahim 34. ayette bu ayet var. Yana birisi Sure Nahl'ning 18. ayette ve in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la gafurur rahim deydi. Mezmunu şu. Ey insanlar, sizlarga Allah nemiga ihtiyacingli bo'lsa, shu ihtiyacingli bo'lgan hamma turdagi ne'matdan berdi. Vay falan nas bos bulutdi, manıga ihtiyacımız batdi deydigan her qanday ne'matni Alloh sizlarga berdi. Agar Allohning ne'matini sanashqa tirishsanglar, hergiz sanab bo'lolmaysizlar. Asli sanashinglar kerak. Alloh ne'matni bergandikan, sanab Alloh bizga bu qadar ne'mat beribmiz deb sanab chiqishinglar kerak. Sanab chiqish uchun dunyoning har yerini tadqiqot qilishga to'g'ri keladi. Statistika orqali her yerni tadqiqot qilishga to'g'ri keladi, tadqiqot elib berishga to'g'ri keladi. Biz şu dunyoni tekshirmaganligimiz uchun, tadqiqot elib bormaganligimiz uchun, natijada Allohning ne'matlarini taniyolmaganligimiz uchun Alloh bizni tanqid qilyotdi. Innal insana la zalumun kaffar deydi. İnsan haqiqatan naytaqan tuzkor, beklam üzügü zulm qiladigan maxluq. Onu men bilaman. Sizlarning bunda tadqiqot qilmasligingdagi xarakter shu o'zingizga zulm qiladigan tuzkor bo'lganliging uchun xarakteringda mahiyatingda shu xususiyat bo'lg'achqa shunday qilyapsizlar. Normalda bir vafodor bir inson bunday qilmasligi kerak, tekshirish kerak, Allohning ne'matlarini tunib yetishingni kerak deydi. Ikkinchi oyatda
Allah'ın nimetlerini sanayman desanglar, sanap olamaysizlar. Sanışanla gerekti. İnnallâhe legafurur rahim. Hakikat şudur ki Allah beklem köçürüm kılgıçı, beklem merhametlik. Eğer muşunçlar nimetini üstünlerde durup, onu körep durup, nimetinin içinde yaşap durup, bu nimetlerini sanap bakmay, tetkik kılmay, his kılmay ötüşünler Allah'ını beklem narazı kılıdı demekçi böyle. Bu ayetler bizge dünyanın nayet kattık okuşumuz, tetkik kılışımız, Allah'ın nimetlerini sanap çıkmışımız emir kılıngan. Çünkü Allah'ın nimetlerini saniyalığa vaktimizde o kadar hürmetimiz aşıdı ki Allah'a. Bizge yaxşılık kılıvergen adamnym yaxşı körep kılımız ahir bir gün. Şuna okşugan Allah'ın nimetlerini tunup yeterligen sanap çıkalıgan adam Allah'a aşık olmasıktan başka çare yok. Yani Allah'a %100 aşık buludu bu nimetlerini sanap çıkalıgan adam. Aşık buluştan başka çare yok. Yani bu dünyadaki hem nerse insan için nimettir kardeşler. Bu dünyadaki her nerse insan için yaratılgan ve her nimet insanın menfaatlenişine uygun halde sunulgan. Allah Teala bu hak Kur'an-ı Kerim'in yanımında deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'an summestevâ iles semâi fesevvâhunne seb'a semâvât ve huve bikulli şeyin alim. Sure Bakara 29. ayet şunda dedi. Ey insanlar, Allah şundaq bir zat ki, Allah sizler üçün şundaq bir zat ki, yeryüzüde nimi bolsa hemmeni sizlarni deb yaratdı. Sizler üçün yaratdı, sizlarning foydalanishinglar üçün yaratdı dedi. Eğer bu ayetning mazmuni boyunca amal qiladigan bo'lib qolsak, qarindoshlar, kasal bo'lib qolib qolsak, her qanday kesilmizga mushu bizning Allohning yaratib qo'ygan mushu organik mushu dunyodan her qanday kesilga shifo topiladi degan mazmun chiqadi. Her qanday dardimizga darmon topiladi, her qanday ehtiyojimiz mushu dunyo orqali ado bo'ladi degan gap chiqadi. Allah bu dunyodagi hamma narsani sizga yaratib bo'lib, sizlar uchun yaratib bo'lib, summastava ila sama. Ondan keyin Allah o'zining saltanatiga ustida saltanatini davom qilishga boshladi. Fesevvahunne seb'a semavat. Allah saltanat dairesini 7 kat asman qilib yaratib hammasini fesevvahunne degan tangpo'nglik ichida yaratdi. 7 kat asmanni tangpo'nglashtirdi. Tangpo'nglik sistemi ichida yaratdi. Nima uchun Allah bundoq deydi? Yani biz tekshirishga to'g'ri kelsa, butun yer yuzini tekshirishimiz lazım, butun 7 kat asmanni tekshirishimiz lazım. Bu cheksiz ketgan bu osmonlar orasidagi bu galaksiyalar orasidagi bu tangpo'nglikni tepib chiqib Allohning qudratini tunib yetishimiz lazım. Allohning ilmini tunib yetishimiz lazım. Allohning hikmatini, Allohning usta ekanligini, hamma qobiliyatning Allohda boy ekanligini tunib yetishimiz lazım. Hammadan muhimi bu sistemlarni va bu sistemlar orasidagi tangpo'ngliklarni bizning manfaatimizga uyg'un qilib yaratganligini tunib chiqishimiz lazım. Dunyoni tushunishga tirishsak, hozir mingimiz portlab ketgandek darajada cho'ng dunyo. Milliard nur yilidan bahs etiladi hozir ilm fanda. Dunyoning cho'ngligi, bu koinotning cho'ngligi. U cho'ng koinot ichida biz digital halqa, qumdanisichilikmi emas, ashunda kichik qolamiz. Aşınçılar yoğun alemni qumdanisichilik kichik inson uchun yaratganligi nimani bildirdi? Allah'ın insanı ne kadar suydiganligini. Kainat merkezde insanın varlığını tushundirdi. Bu kadar yoğun bir kudret, bu kadar yoğun bir kuchning bizde kichik bir insonni suyushi, biz uchun mushunchalar alemni yaratib etishi Allah'ını söydirmesmi? Elbette söydirdi, elbette Allah'a aşık kılıdı. Allah'ın ilmini, merhametini düşünümüz kardeşler. Allah bu ayette bunu demekçi. Yani bir ayette elem terav ennallaha sahara lakum ma fis semavati ve ma fil ardi ve asbaga aleykum ni'mehu zahirete ve batine. Sure Luqman 20. ayette. Qaramamsizlar. İnsanlar qaramamsizlar. Allah
osmonlarda nima bo'lgan bo'lsa, qandoq jism, qandoq modda bo'lgan bo'lsa va zaminda nima bo'lgan bo'lsa, hammasini sizlarga musaxxar qildi. Sizlarga bo'ysunadigan, sizlar uchun ishlaydigan qilib berdi. Va sizlarga butun ne'matlarini, zohiriy, botiniy, ichki, tashqi, ruhiy, jismoniy hamma ne'matlarni mukammal qilib berdi. Keng ketgan olamni tunisin, foydalansin deb. Ammo Alloh shunchalar yaxshilikni qilaversa, insonlarning ichidan shundoq tuzkur insonlar borki, Alloh haqida jidal qilishga tushadi. Alloh yo'q, bor, u bu degandek. Bu maxluqlarning ilmi tahi yo'q, bilimi tahi yo'q bu haqda. Hidoyat ustida emas, hech qanday bu bir yo'ritqich kitobimi yo'q. Yo'ritqichi kitobimi yo'q. O'zini taqpalaniyadagi professor yozgan, doktor yozgan, u bu kitob deb kitobdan qiladi, ammo qo'lida hech qanday bir ilohiy kitobi yo'q. Bu koinotni Alloh yaratgandikin, Allohning tunishtirishsiz o'qish insonni ilmsiz, hidoyatsiz ko'r holatga kelib qo'ydi deydi. Bu oyat Sura Jasiyaning 13-oyatidan baqarindashlar mush mazmundagi oyatlar. Demak, Alloh taolo bu sansizlagan ne'matlar orqali insonning hayotini qulaylashtirishni xohlagan. Kichikgina insonga bu qadar ne'matni nima uchun beradi? İnsanның hayatını qulaylashtirishni xohlagan. İnsanның bu dunyodagi imtihonini qulaylashtirishni xohlagan. Biz bu dunyoga imtihon uchun keldik. İnsanның bu dunyodagi imtihondan qulay o'tib, oxiratdagi abadiy hayotida, oxirat degan qarindoshlar, imtihondan keyingi haqiqiy abadiy hayotning ismi. Mav dunyo hozirgi eng yaqin kichik hayot dedik-ku, oxirat eng uzun, eng büyük, eng haqiqiy, eng abadiy hayot degan. Bu abadiy hayotida Allohning roziligini qozonishi va mukofot sifatida jannat qozonish uchun yetarlik material, fursat, sharoit va boylik bilan ta'minlagan. Allohning ne'matlari degan mushlar degan gap. Bu dunyodagi har ne'mat va har narsa inson uchun yaratilgan va har ne'mat insonga bevosita yoki vositali holda foyda yetkazadi. Ba'zi insonga bevosita ne'matdir. Ba'zi imtihon materialidir. Ba'zi inson uchun fursat yaratib berdi ba'zi ne'matlar. Ba'zi ne'matlar insonning imtihoni uchun qulaylik sharoit yaratib beradi. Shuning uchun hech bir ne'mat inson bilan munosabatsiz yaratilgan emas. Bütün ne'matlar inson uchun yaratilgan. Endi bu dunyodagi bu qadar sansizlagan ne'matlar inson uchun yaratilgan bo'lsa, nima uchun nurg'un insonlar bu ne'matlardan o'zlari rozi bo'ladigan shaklda foydalanmaydi va yoki o'zlari rozi bo'lgudek miqdorda egolanmaydi? Kallamizga mush savol keldi. Alloh bek yo'g'on ne'matni berdim, unchalar jiq berdim dedi-ku oyatlarda ayna. Bu dunyoda unchalar ne'mat bo'ldigan bo'lsa, insonlar nima uchun o'zi rozi bo'ladigan shaklda yoki o'zlari rozi bo'lgudek miqdorda egolanmaydi bu ne'matlarga? degan bir savol tushdi. Javob shu. Bu dunyo bir ne'mat dengizidir qarindoshlar. İnson bu dengizdagi bir oxirat yo'lchisidir. Dengizda ketib qolgan bir oxirat yo'lchisi. Bu dengiz yo'lida yo'l qonunlariga, yurish turish qoida va nizomlariga bo'ysunganlar yo'l oxirlashganda suyumlik egasi Alloh taolo tarafidan bek yaxshi qarshi olinadi va mukofotlanadi. Bu mukofotning tunji kutib olish sinchayi jannat bo'ladi. Sinchay bu Qur'onda chiqadigan kelima, nuzul kelimasi chiqadi Qur'onda. Shu Uyg'urcha nuzulning ma'nosi sinchay. Bu sinchayni Alloh jannat uchun ishlatadi, jahannam uchun ishlatadi. Bu mukofotning tunji kutib olish sinchayi jannat bo'ladi. Qolganini bu dunyo tasavvuri bilan tasavvur qilish mumkin emas. Bu sinchay deganimizda bijadan yangi mehmonlarimiz kelgan vaqtda hadiga chiqsin deb usab qolgan bo'lsa, bir suv, bir choy qaynatib berimiz. Asosliq tayyorlik qiladigan tamoqdan boshqa birinchi qatim qo'shdig'imiz sinchay, bir og'zini nemdisin, kichikini bir hadiga chiqsin deb. Shu kutib olish
qatardagilarning eng tuvini shuni sinchay deb ataymiz. Şu cennet Allah'ın kütüveliş, bizni kütüveliş qataridagi tayyorligining eng tuvini cennet. Uningdan keyingi ne'matlarni zodi bu dunyo aqli bilan, bu dunyo tasavvur bilan tushundirgili bo'lmaydi. Alloh uning haqida insonning qalbiga kelib boqmagan, xiyoliga tasavvur qilib kelib boqmagan nozik ne'matlar, huzurlar bor deydi. Shuning uchun tasavvur qilish mumkin emas. Ammo bu yo'lda yo'l qonunlariga, yo'l yurish qoida nizomlariga bo'ysunmaganlarmi chiqadi. Rioya qilmaganlar, bo'ysunmaganlar Alloh tarafidan yaxshi qarshi olinmaydi. Eksincha jazolanadi. Bu jazoning tunji sinchiyi jahannam bo'ladi va jazoning qolganini bu dunyo tasavvuri bilan tasavvur qilib bo'lmaydi. Nima uchun deganda qarindoshlar? Bu jahannam azobidan bekrak Allohning g'azabi insonni eng og'ir jazolaydi. Jahannam jismoniy, ruhiy azob bo'lgan bo'lsa, Allohning g'azabiga uchrab ketish, Allohning muhabbatidan mahrum qilish bek achinishli bir azob. Buni bu aşk mashg'ulab baqqanlar, ishqi muhabbatning dardini tatib baqqanlar tushunadi. O'zining so'ygunini o'z qo'li bilan o'ltirib qo'yash yoki bo'lmasa yo'g'on bir xatoligi bilan o'zining xatoligidan ayrilib qolish tayoq yegandan bekrak azob beradigan narsa bu. Shuning uchun Allohdan ayrilib qolishdan yo'g'on jazo bo'lmaydi inson uchun dunyo va oxiratda. Shuning uchun deyilyapti bu gap. Ya'ni biz bu dunyoda ne'mat dengizda üzüb bassaqmi, bu ne'matlar oxiratlik baxt saodatimizni qozonish uchun berilgan bek qimmat sarmoya bo'lg'achqa. Alloh taolo bu sarmoyani insonlarning oxiratlik baxt saodatini qozonishga to'g'rilab, Alloh to'g'rilaydi. Oxiratlik baxt saodatini qozonishga to'g'rilab, har insonga eng uyg'un va eng to'g'ri bo'lgan miqdorda taqsim qilgan. Allah Teala bu haqda Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim Lehu maqalidus semavati vel ard yebsutur rizqa limen yeşâ ve yaktir innehu bi kulli şeyin alim. Asmanlardaki ve zimindeki bütün hazinelerinin debi dünyanın, baylıklarının, nimetler hazinesinin açıkçı Allah'ın kuluda. Lekin Allah xaligan adamning rizqini kengri qilib beradi, xaligan odamning rizqini tarlashtiradi deydi. Nima uchun? Buni tushunish uchun bu xuddi doktorning kasalning ahvoliga qarab dori bergani o'xshaydi. Dorixonadagi butun dorilar kasallar uchun yasalgan bo'lsa-mu, doktor dori yozganda cho'qim kasalning ahvoliga ko'ra az yoki ko'p dori yozadi. Xuddi shuningdek Alloh taolami bu dunyodagi bütün ne'matlarni insonlar uchun yaratgan bo'lsa-mu, ne'matlarini insonlarga taqatganda, taqsim qilganda har insonning shaxsiy oxiratlik ahvoli bo'ladi-ku. Shu shaxsiy oxiratlik ahvoliga qarab ne'mat taqatadi. Ma insonga mushunchalik ne'mat bersam, eng mahsulotli hayotni yashaydi. Ma insonga ma miqdorda ne'mat bersam, hayotini eng mahsulotli, bereketli shaklda o'tkazadi. Bu insonning asli mohiyatini manda qilsam o'tirib chiqib deb Alloh insonning oxiratdagi shaxsiy ahvoliga qarab ne'mat taqsim qiladi. Yana bizni de ma dunyo o'tib ketadi qarindoshlar kichkina vaqt. Ammo oxirat bek uzun hayot bo'lg'achqa, abadiy hayot bo'lg'achqa, Allah bütün ne'mat taqsimotini bizning oxiratlik ahvolimiz qarab ne'mat taqsim qiladi. Ya'ni bizning baxtimizni, baxt saodatimizni o'ylaydi. Ba'zi insonlarga oxiratlik imtihonini qozonish uchun tatliq ne'matlar lozim bo'lsa, u insonlarga tatliq ne'mat beradi va miqdorini o'zi belgilaydi. Ve bazı insonlarga achchiq ne'matlar lozim bo'lsa, insonlarga achchiq ne'matlar beradi va miqdorini o'zi belgilaydi. Ve de ne'mat ve niqmat degan ikki kelime var.
Nimet degeni tatliq ne'matlar inson xohlaydigani. Mana niqmat degeni inson xohlamaydigan ne'matlar. Bundaq ahvollarda tatliq ne'matlar alganlar shukr qilish kerak bo'ladi. Shukr qilsa shakir bo'ladi, vafodor bo'ladi. Qilmasa kafir bo'ladi, tuzkor bo'ladi. Ochiq ne'matlar alganlar bu ahvolga sabr qilishi va to'g'rida ching turish kerak bo'ladi. Sabr qilsa va to'g'ri yo'lda ching tursa sabr bo'ladi, sabr qilmasa yana kafir bo'ladi, tuzkor bo'ladi. Chunki tatliq ne'matlarmi va ochiq ne'matlarmi Allohning loyihalishi bilan insonning oxiratlik baxt saodatini ko'zlab beriladi. Va Allohning loyihasi va plani har zaman insonning abadiy manfaati uchundir qarindoshlar. Allah hech kimga zulm qilmaydi. Allohning har ne'mati nima bo'lishidan qat'iy nazar, qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, ya Allohning marhamatidir yoki adolatidir. Ya'ni Alloh taolo ba'zi insonlarga ne'matlarni rizq sifatida ko'p beradi va ba'zi insonlarga oz beradi. Ba'zi insonlarning rizqini keng qiladi, ba'zi insonlarning rizqini tar qiladi. İnsanның rizqining ko'p bo'lishi, boy bo'lishi u kishining yaxshi kishi ekanligining dalili bo'lmaganidek. İnsanның rizqining oz bo'lishi yoki kambag'al bo'lishimi u kishining yomon kishi ekanligining dalili bo'lolmaydi. Faqat Alloh taolo ne'matlarini va rizqini insonlarning haqiqiy mohiyatini o'ttirg'i chiqarish uchunla taqsim qiladi. Allah Teala her insanın rızkını şu insanın asli mahiyetini o'ttirg'i chiqarish uchunla alohida loyihalaydi. Ve o nimetler ve rızıklar o insanın asli mahiyetini o'ttirg'i chiqaradi. Bu insan bu dünyadaki hayatını yaşaş jarayonida o nimetlerini, o rızıklarını, o fursatlarni, sharoitlarni qo'llanish orqali o'z mohiyetini belgisellashtiradi. Hüccetlik filmga aylandırıldı. Bunda deyişimizin sebebi Allah'ı insanı imtihan için yarattık diye yerde ve liya'lemallahu amanu diye liya'leme kelimesini kullanıldı. Bu liya'leme alem yıldızıdın, alem diye nilki. Türkçe'de belgeselleştiriliş değildi. Biz Uygurca'da hüccetlik film yasaş deyimiz. Hüccetlik filmini bilimiz o, emniyette boğan işlerini işlegenin hüccetlik film. Şunun için Allah bizninki hayatimizni ve mahiyetimizni hüccetlik filmlashtirish orqali filmga aylantirdi. Allohning dargohidagi hisobda bu hüccetlik film asos qilinadi ve bu filmga ko'ra oxiratlik hukmi beriladi. Aslida Alloh taolo kimning kim ekanligini, kimning yaxshi, kimning yomon ekanligini yüz biladi. Alloh taolo uchun insonlarni imtihon qilishga hech kerak yo'q. Ammo bu imtihon biz insonlar uchun kerak. Chunki Alloh taolo bundaq bir imtihon dunyosini yaratmaylar. Biz hozir yashayotgan imtihon dunyosini yaratmaylar. Va insonlarga o'z mohiyatini, kimligini va irodasini o'ttirib qo'yadigan sharoit yaratib bermaylar. Sen jannatga, sen jahannamga desa insonlarga. Jannatliklar itiroz bildirmagan bilan jahannamliklar cho'qim itiroz bildiradi. Qoyil bo'lmaydi. Qoyil bo'lgan taqdirdami jahannamga abadiy mahkum bo'lish tez kelgachga. İnson bahona topadi va o'zini tanqid qilishning o'rniga Allohni tanqid qiladi. Men yaxshi etdim, meni bakadim, shu jahannamga solib qo'yam. Men degan yaxshi bo'lsam, qanday avlab men sana kafir olaman, sen meni yaratgan bo'lsang u qadar deb inson bahona topadi. Alloh taolo bu haqda Qur'onda mundaq deydi. Rasulan mubashirin va munzirin li alla yakuna lin-nasi 'alallohi hujjatun ba'da rusul. Allah peygamberlerini şunun için evettiki cennet bilen Allah rızası bilen hoş işaret versin. Yaman insanlarını agalandırsın dep peygamber evetişi ve bu dünyanı yaratıp imtihan meydanı hazırlaşının sebebi şunun için ki bir hüccet Allah'ın aleyhige insanların paydasına bir hüccet
o'ttirga chiqmasin. İnsanlar biz yaxshi etdik desa, o'ttirda hujjat bo'lmasa, va'da bir qoyil qilish qiyinchilik bo'ladi. O jahannamga mahkum bo'lganlar qoyil bo'lmay turib olaverdi. Men degan yaxshi etdim, sen eski deb jahannamga attың, sen eski qilgan sen deb turib olaverdi. Shuning uchun Alloh insonlarga shu hayotini hujjatli filmga aylantirish orqali shuning uchun Alloh bu dunyoni yaratgan. Bu nuqtadan qaraganda bu dunyoning ne'mat yuzi insonlar uchun o qadar muhimki, inson bu dunyodagi o'ziga taqsim qilingan ne'matlarni Allohning ko'rsatmalariga uyg'un qo'llansa va irodasini Alloh rizosini qozonish uchun ishlatsa, bu dunyodagi imtihondan muvaffaqiyatli o'tib ketadi va abadiy baxt saodatini qozonadi. Allohning marhamati bilan agar inson bu dunyodagi ne'matlarni, rizqlarni, sharoitlarni nafsoniy havaslar uchun qo'llansa, shaytoniy ezitqilar uchun qo'llansa, ozdirmalar uchun qo'llansa va Alloh taoloni ko'rmasga salsa, bu inson bu dunyodagi imtihondan o'tolmaydi, abadiy baxt saodatini vayron qiladi va Allohning adolati bilan jahannamga mahkum bo'ladi. Rahbarimiz Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam dünyanın bu nimet yüzünü bizge düşündürüp bunda bir mezmunda sözleydi. Dünya mezraatul ahire, bunu hadiste nakl kılganlar var. Bazıları hadis emes deydi. Hadis bolsun, bulmusun, ayetinin neh ruhiga uygun. Men kan yuridu harsa dünya nu'tihi minha ve men kan yuridu harsal ahireti nu'tihi minha. Dünyanın ziraatgahını isteganlarga dunyodan berimiz, oxiratning ziraatgahini isteganlarga oxiratligini berimiz deydigan oyat bor. Naq mush oyatning mazmuni shu. Bu dunyo demak oxiratning ziraatgahidir. Oxiratning sarmoyasidir. Bu dunyodagi ne'matlar inson uchun o qadar buyuk va qimmat sarmoyaki, inson oxiratlik abadiy hayoti va abadiy baxt saodat uchun faqatla mushu dunyodagi cheg'da his qo'shalaydi. Faqat mushu dunyoning ne'matlarini to'g'ri qo'llanish va to'g'ri yo'lda qo'llanish orqali his qo'shalaydi. Qarindoshlar, kompyuterning tugidi deb chiqyapti. Nima qildiga vaqtcha to'qsil olay. Bu dunyoning ne'matlari deganimizda buning ichiga ömrimiz kiradi, hayotimiz, vaqtimiz, boyligimiz, moddiy va ma'naviy kuchimiz, obro'yimiz, qo'limizda bor kuchimiz, nufuzimiz, ilmimiz qatorliq hamma ne'matlar va hamma sharoitlar ko'zda tutiladi. Bu mazkur ne'matlarni Allohning rizosini ko'zlab, Allohning yo'lida o'zimizning oxiratlik baxt saodati uchun qo'llanmak islomda jihad, qonunliq kurash deb ataladi. Jihadning uyg'urchasi qonunliq kurash. Ammo mazkur ne'matlarni Alloh rizosini ko'zlamasdan o'zimizning bu dunyolik nafsoniy havoyi havaslarimiz uchun qo'llanmak islomda fisq fujur, qonunsiz ishlar bilan shug'ullanish deb ataladi. Bunday odamlarni fosiqlar, fosiqun, fojirlar deb ataladi. Xulos qilib aytganda, bu dunyodagi ne'matlar insondan shukr talab qiladi va har ne'mat shukr qilinsa mukofot uchun va taxmi rag'batlantirish uchun o ne'mat taxmi ziyoda bo'lib beriladi. Ne'matga shukr qilgan bandalarning qalbi ochiq bo'ladi, to'yg'un bo'ladi, tirik bo'ladi. Tirik bo'lg'achqa qalbi ishq muhabbatga to'lgan bo'ladi. Unda kishilarning qalbida Alloh muhabbati, payg'ambar muhabbati, haqiqat muhabbati, vatan millat muhabbati, xalq muhabbati qatorliq oliy janob kishilarda bo'ladigan muhabbat turlarining hammasi bo'ladi.
Bundaq bendeler vafadar boğaçqa Allah Teala'mı vafadarlık bilen muamele kılıp ularning üstüdeki nimetlerini texmi aşırıp beridi ve ularning maddi ve manevi kuchini aşırıp beridi. Eğer o nimetlerge şükür kılınmasa ve kadri bilinmasa, o nimet tatip elinidi ve onun ornuğa edepleş ve agahlandırış için nikmet berilidi. Bu nikmet cezası şükürsüz ve vefasız bendilerini edepleş, agahlandırış, huşuğa keltiriş ve doğru qaytışqa vesile bolsun deb Allah Teala tarafından berildiğin bir cezalaş türü bulup, beşiğin nikmet cezası kelgen kişi derhal Allah'ın yoluga qaytışqa doğru keladi. O kişi vaqtida tövbe qilsa ve doğru qaysa, Allah Teala o kişini derhal kechirim qiladi ve bu nikmetni yana nimetga aylantiradi. Eğer o bende doğru yola qaytmasa, Allah Teala o nikmetni tedrici aşırıdı ve o insanın doğru yola qaytışını kütüdü. Eğer o insan azgınlıkta devam kılsa, tövbe kılmasa, tövbe kılış fırsatlarını kaçırıverse, neticede günahlarının esirge aylanıp kesse, tövbe kılış kabiliyetini tamamen yokutup, doğru qaytış ihtimallık tamamen yo'qolsa, Allah Teala o kişinin kalbini mühürleydi. Kalbiga şaqi degan tamg'ini basıydı. Neticede bundaq kişiler bu dünyanın bütün nimetlerini öz nefsinin nefsani havayı hevesleri için kullanıdı. Bundaq kişilerin kalbiga Allah rızası, vatan, xalq, millet qatarlıq dertler kirip mi bakmaydı. Bular ölgen ruhlarını yudip yürgen insansıman murdulardır. Bundaq insanlar bir millet köpüyüp kesse, bundaq insansıman murdular bir milletni köpüyüp kesse, o millet ölüm girdabıga berip qalgan boludu. Bundaq ahvalda her bir musulman yüzünü Allah'ın gazabından ve cehennemden qutquzishi kerak boludu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim ve laqad ji'tumuna furada kema halaqnakum evvela merre ve terektum ma khawwalnakum vara zuhurikum ila ahiril ayet. Sure En'am 94. ayet şundaq deydi. Hesap aladigan çağda insanlarga Allah şundaq deb qoladi. Ey insanlar, sizlar bizning oldimizga birden keldinglar, yalg'iz keldinglar. Biz sizlarni yaratgandeklar. Yaratgan vaqtimizda yalg'iz yaratdik ya. Dunyoga yalg'iz tug'ildinglar. Ölüdigan çağda siz yalg'iz o'ldinglar. Bu nima uchun? Bu nimaning ishorati? Sizning birlam vazifangiz va o'zingizni qutqizish. Dunyoga kelishdagi vazifangiz o'zingizni qutqizishdi. Endi hisob beradigan vaqti keldi. Ve terektum ma khawwalnakum vara zuhurikum, sizga bergan ne'matlarning hammasi aqlingizda qoldi, dunyoda qoldi. Endi bu yerda shu ne'matlarni to'g'ri qo'llandingizmi, xato qo'llandingizmi, shuning hisobini berasiz degan oyat bor. Yana Sura Kahfning 48-oyatdami va uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra. O'xshash mazmunda. Biz shu boshda yaratgandek birdan keldinglar, endi hisobni beringlar deb hisob boshlandi oxiratda. O'zini qutqizish uchun u o'lim girdobiga berib qolgan millatini qutqizish yo'li bo'lgan jihad yo'liga atlanish kerak bo'ladi inson. O'zini qutqizish uchun millatini qutqizish kerak bo'ladi. Yana bir deyli, o'zini qutqizish uchun bir inson u o'lim girdobiga berib qolgan millatini qutqizish yo'li bo'lgan jihad yo'liga atlanish kerak bo'ladi. Xususan millati ve vatani ishg'ol ostida bo'lgan bo'lsa ve bu millatning beshiga kelgan u ruhiy ve jismoniy o'limlar bu ishg'oliyat tufaylidan bo'lgan bo'lsa, bundaq ahvolda bu millatning har bir a'zosiga, xususan o'zini musulmon deb hisobladigan har kishiga, er bo'lsin, ayol bo'lsin, jihad yo'liga kirishi farz bo'ladi. Jihad kelimasi bir islomiy atalg'udir qarindoshlar. Bunu Uyg'urchalashtirsak, her kişinin öz milleti ve öz vatanini qutqizish uchun Allah rızasını deb düşmanga qarshi kurash safiga atlanishi ve mustaqillik harakati safidan o'ziga munosib bir o'rin olish kerak deganlik bo'ladi.
Endi bu hükümni Şarkı Türkistan xalqiga tatbiqlasak, bu hükümning Uyg'urchasi shundoq degan bo'ladi. Her Şarkı Türkistan xalqi, her vatandosh, her musulmon, er bo'lsin, ayol bo'lsin, Allah rızasını qozonish uchun, shundoqla o'zini Allohning g'azabidan va jahannamdan qutqizish uchun birdan bir yo'l Şarkı Türkistan mustaqillik harakatiga qatnashishi. O'ziga yarasha vazifa olish shart. Buningdan boshqa yo'l yo'q, qarindoshlar. Bu haqqoniy bo'lgan o'zimizning yo'lini tashlab, o o'zimizning yo'li haqqoniy yo'lg'u. Bu o'zimizning haqqoniy yo'limiz bo'lgan, o'zimizning yo'lini tashlab qo'yib, boshqa ibodatlarni Allohning g'azabidan qutulishimizga yetarlik bo'ladi deb qarash o'zimizda aldiganlikdir. Masalan, Ramazonda jihodiy safga kirmaymiz, u maydonga kirmaymiz, vazifa olmaymiz. Ama taravih o'qishlar bilan, duo qilishlar bilan boshqa ibodatlarni qutulishimga mushu kifoya qiladi deb qarash o'zimizni aldiganlikdir. Boshqalarni aldiganlikdir. Birinchi numurliq ulug' jihad va birinchi darajalik ta'xirsiz va jiddiy jihad Sharqiy Turkiston jihadi tursa, uni tashlab boshqa millatlar uchun qilgan urushlarmi biz uchun jihad hisoblanmaydi. Shuning uchun bu haqiqatni oldi bilan Sharqiy Turkiston ulamolari, Sharqiy Turkiston ziyolilari vaqtida tunib yetishi kerak. Undaq bo'lmaydi ekan, biz hammamiz Sharqiy Turkiston xalqi sifatida bu dunyoning ne'mat yuzini tunamagan va butun ne'matlarni xato qo'llangan bo'lamiz va oqibatimiz dunyo va oxiratda bekli xatarlik va achinishli bo'ladi. Alloh taolo hammamizni ne'matlarni to'g'ri yo'lga qo'llanib, Allohni rozi qila olgan va o'zini qutuldira olganlardan qilsin. Amin. Bugungi suhbat mishalchilik bo'lsin, qarindoshlar. Alloh hammamizni gunohlarimizni afv qilsin, mag'firat qilsin, marhamat qilsin.